Sizlar bilan o'sha Foul Play kanali. Bu sizlar kutgan o'sha mahluqlar bilan birga Vyjivaniya o'yinini o'ynab, qani obzor qilib ko'ramiz. Bu ikkinchi qism. Hozir bu yerda faqat jitillar bor, qandaydir goblinlarga o'xshagan. Hozir shu goblinlarga o'xshagan jitillarni bizga teginmaydi. Ular bilan targovatsiya qilsa bo'ladi. Lekin biz mahluqlarni qidirib topishga ketishimiz kerak. Hozir biz daraxt chopib olib, yana aylanamiz. Biz faqat yashamaymiz, uy qurmaymiz. Faqat aylanib, sarguzashtlar qilamiz. Bu ikkinchi qism. Juda ham har xil qismlar chiqadi, zo'r. Bu uchun sizlar bizga obuna bo'lib, like tugmalarini bosib tashlang. Shu videoning tagida kamida qancha desa bo'ladi. Mayli, kam 10 ta like yig'ilsa, sizlar bilan shu videoning 3-qismi chiqadi. Bu videoni ko'rdim, ancha katta prosmotr yig'ib tashlabdi. Shuning uchun ancha harakat qilib video olishga harakat qilamiz. Hali kirka yasash kerak, tosh kavlash uchun. Men kirka yasab ketdik. Sarguzashtlar boshlanadi. Sahro o'tgan safar sahro biyomda paydo bo'lgan. Qaranglar qanday qo'rqinchli, xo'r. Atrof bir xil tuman, qop-qora tuman. 5 ta bloklarni umuman ko'rib bo'lmaydi. Biroz shamollaganman, shuning uchun shunga e'tibor bermaysizlar. Ovoz past chiqadi. Qo'rqinchli sahroga o'xshaydi. Sahroda bir kun qolib yashash qiyin. Nega deganda ochlikdan o'lish mumkin. Qizil qulon topdik. Bloklar, har xil rangli bloklar bor ekan, lekin biz hozir birinchi o'rinda tosh kavlab olishimiz kerak. Hozir boshqa yoqlarga ketishga harakat qilyapman, lekin topolmayapman. Juda qiyin. Yaxshi biyom topish. Va nihoyat. Yaxshi biyom chiqdi oxiri. Qutuldik shu biyomni, yomon biyomni. Bu biyomda bu modlarda mahluqlar, har xil chayon mahluqlar bor. Har xil skelet, juda kuchli skelet mahluqlar bor. Juda ham ko'p. Ular o'ldirib, har xil vyjivaniyalar, zo'r vyjivaniyalar qilamiz. Yaxshi biyommi desam, bu ham biroz sahro, birozi bunday yashil. G'alati. Pastga tushaylik desak, suv hamma yo'q. Bu yoqqa o'tib tosh kavlab olishimiz kerak. Tosh kavlamasak, toshsiz kuchayish qiyin. Shuning uchun tezroq tosh kavlashga shaxtaga tushish kerak demoqchi edi. Bu yer ham suvga to'lgan, shaxtalar ham. Sal yoqroqdan kavlaymiz. Deganda u ko'mir kavlash boshlaganimizda ko'mir oltin, yaxshi oltin chiqqani. Oltin chiqsa qanday qulay. Nega deganda oltin narsa yasasak, u tez sindiradi, hamma narsani tez sindiradi, lekin o'zi tez sinishi ehtimoli katta. Lekin baribir tez sindirishga yordam berish uchun shu oltin kerak bo'ladi. Bir-ikki kun shu shaxta qurib, shu yerdan shaxtada qolsa kerak deb o'ylayman. Hozir toshli kirka yasab olamiz. Toshli kirka yasab oldik. Endi yana ishga kirishamiz. Lekin oltinni hozir toshli kirka bilan sindirib bo'lmaydi. Faqat temir kirka va boshqa kirkalar sindirsa bo'ladi. Yana oltin kirkani o'zida ham sindirib bo'lmaydi. Minecraftda shu tomoniga hayron qolganman. Qanaqa o'zini blokini o'zi sindira olmasa, sindiradi. Lekin faqat tushmaydi. O'ziga yo'qib ketadi o'sha oltin. Qorong'u qani verstak qo'yaydi. Bir chekkaga qo'yib, bitta fakelcha yasab olsak, yaxshi bo'ladi. Qorong'uda qolmaslik uchun. Qorong'uda qolsak, keyin tirik qolish qiyin. Hech nima ko'rib bo'lmaydi. Men o'zimga ko'rinadi, lekin videoda yaxshi chiqmaydi. Nima deganda, videoda yaxshiroq chiqishi uchun sizlarga hamma narsani tiniq ko'rsatishni xohlayman har doim.
Lekin sizlar nimaga like bosmaysizlar? Like bosmasdan ko'rayotganlar ko'p ekan. Videoni like bosmay, obuna bo'lmay ko'radiganlar ko'p. Shuning uchun tezroq like va obuna tugmalarini tirsillab bosib tashlasangiz ko'proq chiqadi. Bu videoning ikkinchi qismi chiqishining sababi prosmotr yaxshi yig'di va like'lar ham yaxshi chidashga yarashli chiqdi. Shuning uchun video qaytib chiqyapti. Shuning uchun sizlar ham ko'proq videoni ko'rib va like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Biroz chuqurga tushdik. Belga bitta fakil kerak. Videolarimiz qisqa bo'ladi. Juda uzun video qo'ya olmaymiz. Shuning uchun zapsga qaraymiz. Ketyaptimi yo'qmi zaps? Ha, zaps ketyapti, yaxshi. Hozir bizlar shu maxluqlar bilan yashaymiz. U maxluqlar ko'proq sahroda kechasi chiqadi deyshadi. Lekin hozir ko'rmayapman maxluqlar bittasini ham. Hozir sizlar uchun sandiq yasab, hamma narsani shu sandiqqa solib to'xtaylar, hozir bo'lmasa checkpoint ham kerak bo'ladi bizga. Ha, mayli, sizlar uchun men chiqib beraman o'sha maxluqlar oldiga. Keyin mayli boshqa suruvni ham qilamiz. Shuning uchun hozir like va obuna tugmasini bossangiz, hozir yugurib chiqib ketamiz o'sha yerga. Lekin checkpoint qo'yolmaymiz. Alam. Hozir yo'q, narsalarimiz yo'q bo'lib ketgandan ko'ra sandiqda ichida turgani yaxshi. Qancha qo'yamiz narsalarimizni. Tushamiz, chiqamiz keyin. Biroz loy blok, taxta blok kerak bo'ladi. Tosh blokdan bir 10 ta olsam, bitta emas, 10 ta. Qolgan hamma narsani solamiz. Qani bog'lab ketdik. Maxluqlar aytishicha, modda kechasi chiqadi deyilgan. Chiqdik. Bu yangi qo'shilgan mod bo'lsa kerak. Mana shu zombini o'ldirib, videoni to'xtatamiz. Mayli. Video o'z qisqa bo'ladi. Bu yoqqa. Bola qoch. Qanday qo'rqinchli ovoz eshitildi, bilmaysizmi? Video shu yerda to'xtasa kerak do'stlar. Xayr, sog' bo'ling. Va bizning kanalimizga har doim obuna bo'lib, like tugmalarini bosib qoling. Xayr. Do'stlar, sizlar bilan